Assalomu alaykum. Men Egamova Feruzaman. Boshim og'rib, belimdagi reja bo'lardi, oyog'imda tuz bor edi, revmatizm bor edi. Bo'g'imlarim qaqshab og'ridi, chidolmas edim og'riqlarga. Keyin men shu yerga kelib, ikkita smart ichdim. Boshida ancha yaxshi foyda bo'ldi menda. Shu bilan yana orada keldimda ikkita olib ketdim, Vitali Perfectum olib ketdim. Shunday bir kurs lecheniya olib ichdim, anchagina natija bildim. Belimda og'riqlar yo'q, boshim og'riqlari qoldi, davleniyalarim ko'tarilmay qoldi joyida, oyoqlarim og'rimay qoldi, bo'g'imlarim ham og'rimay, ancha yengil, yuraklarim ham yaxshilik bo'lyapti, nafas olishlarim. Juda ham super natijaga erishdim. Maşallah. Olib ichinglar. Hech qanaqa aldob yo'q, foydali, 100% tabiiy giyohlardan tayyorlangan ekan. Men ishonib ichdim, mashalloh mana yordam berdi, foydasini bildim. Rahmat. Sağ ol, sağ ol.